Assalomu alaykum qadrli parvoz aka ukalar. Hamma yaxshimi, charchamayapsizlarmi? Ma. Hurmatli aka ukalar, adres Marg'ilon. Sotiladigan juvonalardan bor. Kuchlilaridan bor. Olaman deganlarga. Adres Marg'ilonda. Telefon nomerda juvonalarni ko'rsatib olib aytaman. 6 ta tedi bor. 2 ta rampuri bor. Ma. Yoshlarim tushib ketib qoldi. Shekilli, ha, u tevada ekan, mana yoqda o'tiribdi ekan yoshlar. Hali endi tushib yuradi-da bular. Ma. Lekin volishibdi. Ma. Ashi ham gap yo'q uchyapti, mana shu juvona ham bor, qizil kalsovli bolasi. Shundan kunga ochilyapti. Ma. Stoyka hali bular go'day hali yana cho'ziladi. Stoykalarni ushlab oldi kaptar. Ma. Sekin oğlum. Ma. Kaptarlar ko'z tegmasa rosa ko'payyapti, rosa bolalayapti. Hammasini tagida bola bor, tuxum bor. Ma. Sotiladiganlar mana ba'da tushyapti. Sotiladiganlar mana ba'da aka ukalar. Mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, 6, 7, 8 mana. Kaptarlar hammasi sog'lom, tiniq. 6 tasi tedi, 2 tasi rampuri. Olaganlarga 6 ta tedini o'zini ham chiqarib beraveramiz. Narxlari pari 500 mingdan. Bir juti 500 mingdan. Shu qatorasiga mana shardan keldi mana. Mana 6 ta, mana 8 ta. Telefon nomer 673 33 63. Adres Marg'ilonda, ismim Ibrohimjon. Ma. Kaptarlar tarbiya qilib olaman degan odamga oson o'rganadi. Yosh chunki haydasa uchadi. Yoshligidan shu tarbiya qilib olgan oson. Uchmasa vaqt soati kelib, yo kaptaring uchmadi desa 2 baravar qilib pulini to'lamam qaytarib olaveramiz. Kaptarlarning uchishiga avvalo Xudodan, lekin bizga javob beramiz uchishiga. Chunki mana shu uchirib turgan kaptarlarimiz bolasidan. 4 ta aytdi, tedida 4 tasi mana Rishtondan kelgan, mana moda kelgan joydan kelgan, mana moda keyin ichkarida bitta moda kelgan joydan kelgan. Kaptarlar gap yo'q uchadi. Yoqqani uchun olib keltirdim men o'zim ham. Mana mashina ulas ukalaridan bo'lib chiqadi. Aka ukalar ham o'zini ehtiyot qilsin, yaxshi kunda ko'rishaylik. Aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa chiroyli qilib chiqarib beramiz kaptarlarni.